Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan biznesga kirish fanini, biznes rivojlanishida davlatning roli mavzusini o'tamiz va darsni quyidagi reja asosida davom etamiz. Davlat va biznes o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni izohlash. Davlat dasturlari ta'sirini tahlil qilish, rivojlangan mamlakatlar tajribasiga solishtirish va biznes muhitini yaratishga doir takliflarni ishlab chiqishdan iborat bo'ladi. Dast avval davlatning biznesdagi, ya'ni iqtisodiyotga aralashuvi haqidagi fikr va mulohazalar bilan gaplashsak. Birinchi bo'lib bu fikrda Adam Smith tomonidan, ya'ni Adam Smith kim edi? Shotlandiyalik iqtisodchi bo'lib, 1723-yildan 1790-yilgacha bo'lgan davr mobaynida ijod qilgan va o'sha davrning zamonaviy iqtisodchisi hisoblangan. Uning mashhur asari The Wealth of Nations asari 1776-yilda chop etilib, aynan o'sha asarida liberal modelni, ya'ni bozor mexanizmini va davlat minimal aralashuv g'oyasini ilgari surgan. Xo'p, liberal modelning asosiy g'oyasi nima edi? Uning asosiy g'oyasi, qisqa qilib aytganda, davlat bozorga, iqtisodiyotga aralashuvi minimal tarzda bo'lishi kerak va har bir inson o'z foydasini ko'zlab harakat qilsa, natijada jamiyat umumiy farovonlikka xizmat qiladi deb fikr bildirgan va bu tamoyilni invisible hand, ya'ni o'zbekchasiga ko'rinmas qo'l metaforasi bilan izohlagan. Ya'ni deylik, har bitta korxona o'zi uchun harakat qiladi va raqobat sog'lom shakllanadi. Misol uchun, birorta korxona narxni oshiradigan bo'lsa, xaridorda boshqa korxonaga o'tish tanlovi bo'ladi. Ya'ni talab va taklifni sog'lom rivojlanishini ilgari surgan. Xo'p, liberal modelda davlatning roli minimal deb atadik. Bular nimalarni tashkil qiladi? Hozir sizlar bilan ular funksiyasi va har bir funksiyaning tavsifini gaplashib o'tamiz. Adam Smithning fikricha, quyidagi funksiyalarni davlat amalga oshirishi kerak bo'lar ekan. Ya'ni mudofaa, adliya va jamoaviy xizmatlar. Mudofaa qismida davlatning milliy xavfsizligini ta'minlashi. Adliya qismida bo'lsa, xususiy mulkni himoya qilish va qonun ustuvorligini ta'minlab berishi va jamoaviy xizmatlar qismida bo'lsa, xususiy sektor foyda ko'rmaydigan, lekin jamiyat uchun zarur bo'lgan infratuzilma, yo'l, ko'prik, ta'limni yaratish kerak. Xo'p, ko'rinmas qo'l mexanizmi o'zi qanday ishlaydi? Har bir ishlab chiqaruvchi maksimal foyda olishga harakat qiladi. Xaridorlar esa eng qulay narx va sifatni tanlaydi. Natijada raqobat narxlarni pasaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Davlat aralashmasa ham bozor muvozanatiga keladi, ya'ni talab va taklif muvozanati yuzaga keladi. Masalan, bir firma narxni oshirsa, iste'molchilar raqobatchiga o'tadi. Shu orqali bozorda adolatli narx shakllanadi. Xo'p, demak, liberal modelning afzalliklari deyarli hammaga tushunarli bo'ldi o'ylayman. Ya'ni nima bo'lyapti? Bu orqali korxonalarda raqobat shakllanyapti. Raqobat shakllanishi tufayli xaridorlarga turli xil narxlar va yaxshi sifatlar taklif qilish boshlanadi. Xo'p, bu natijada yana nima? Davlat kamroq aralashuv, bu kamroq byurokratiya, kamroq davlat nazorati degani. Bu bo'lsa, korxonalarda erkinroq rivojlanishiga, erkinroq qaror qabul qilishiga sharoit yaratib beradi va foyda orqali iqtisodiyot o'sishi kuzatiladi. Xo'p, lekin bu fikr, ya'ni liberal modelning invisible hand deb atalgan metaforasiga turli xil tanqidiy fikrlar bo'lgan. Bu fikrlardan, misol uchun, Adam Smithning 18-asr sharoitidagi fikriga mukammal bo'lmagan degan fikrlar bo'ldi. Misol uchun, ijtimoiy tengsizlikni chuqurlashtirdi. Monopoliya va kartellar paydo bo'lishi mumkinligi kuzatildi. Atrof muhit, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi sohalarda bozor mexanizmi ishlay olmaydi.
yigirmanchi asr boshlari, ya'ni 1929-yillarda Buyuk depressiya paytida davlat aralashuvisiz nima bo'ldi? Iqtisodiyot o'zini eplay olmay qoldi. Shu sababli Jon Maynard Keyens davlat iqtisodiyotida faollik ko'rsatish kerak degan qarashni ilgari surdi. Keyensning fikri nimalardan iborat edi? Keyensning yondashuviga ko'ra, multiplikator deb nomlangan atamani kiritdi va bu atamani keyingi slaydlarda sizlarga tanishtiraman va ungacha Keyens haqida biroz ma'lumot berib o'tib ketsam. Jon Maynard Keyens ingliz iqtisodchisi bo'lib, 20-asrda iqtisodiy tafakkuridagi katta hissa qo'shgan olimlardan biri bo'lgan. U 1883-yildan 1946-yilgacha bo'lgan davr mobaynida ijod qilgan va o'z faoliyatini olib borgan. Uning asosiy asari The Great Theory of Employment, Interest and Money 1936-yilda nashr etilgan va aynan o'sha kitobida u Adam Smith, Ricardo, Say qonuni va nazariyalariga tanqidiy yondashuvlarni ko'rsatgan. Keynesning nazariyasi asosan Buyuk depressiyadan so'ng paydo bo'ldi. Chunki liberallarda yo'nalishi o'zini oqlamay qolgandan keyin unga imkoniyat bo'ldi o'z fikrlarini izohlash uchun. O'sha davrda liberal yondashuv nima bo'lganda? Eng ko'p qo'llanilgan yondashuv bo'lgandi. Xo'p, Keynesning asosiy fikri nima bo'ldi? Bozor har doim o'z-o'zini tartibga sola olmaydi. Shuning uchun davlat iqtisodiyotda faol rol o'ynab, umumiy talabni boshqarishi zarur degan fikrni oldinga surdi. Ya'ni bu nima degani? Iqtisodiy inqiroz paytida davlat quyidagilarni amalga oshirishi mumkin. Deylik, davlat xarajatlarini oshiradi, ya'ni infratuzilma, ijtimoiy loyihalar, bandlik dasturlarini shakllantiradi. Soliq stavkalarini kamaytiradi. Qanday paytlarda? Iqtisodiy inqiroz paytlarida, ya'ni xarajatlar rag'batlantirish uchun. Iste'mol va investitsiyani ko'paytiradi. Bu orqali nima? Iqtisodiy faollik shakllanadi. Multiplikator effekti aynan Keynesning fikriga asosan shakllangan. Ya'ni Keynesning multiplikator, ya'ni ko'paytiruvchi tushunchasi nimalarni bildirgan? Ya'ni davlat iqtisodiyotiga bir birlik sarmoya kiritsa, u bir necha barobar iqtisodiy o'sish keltirib chiqaradi. Chunki qurilishda ishlayotgan maosh oladi. Ular iste'molni oshiradi. Iste'mol oshgan sari nima yuzaga keladi? Ishlab chiqaruvchilar yanada ko'proq ishlaydi va pul aylanmasi shakllanadi. Ya'ni pul olgandan keyin uni nima qiladi? Sarflaydi, to'g'rimi? Ya'ni davlat sarmoyasi iqtisodiyot zanjirini o'stiradi. Pul aylanmasini tezlashtiradi. Xo'p, Keynes modelining afzalliklari bor ekan. Bu qanday afzalliklar? Bu davlat iqtisodiy o'sishini rag'batlantira oladi, to'g'rimi? Ishsizlikni kamaytiradi. Ya'ni davlat tashabbusi orqali ochilgan ishlarda ishchilar ishlaydi. Ishchilar ishlashi bu o'z-o'zidan ishsizlikni kamaytirishga hissa qo'shadi va iqtisodiy inqirozni oldini olish mumkin bo'ladi. Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ya'ni bu orqali faqatgina qaysidir jamoalargina boyib, ulargina daromad olish emas, umumiy holatda jamiyat foyda olish imkoniyati shakllanadi. Xo'p, lekin bunga ham tanqidlar bo'ldi. Qanday tanqidlar? Ya'ni o'ylab qaraganda bu davlatni qarzlarni o'sishiga olib keladi. Chunki o'z-o'zidan davlat byudjetida yig'ilgan puldan nima qilyapti? Davlat sarflayapti. Bu bo'lsa davlatda byudjetda defitsit paydo bo'lishini fundamenti bo'lib qoladi. Va haddan tashqari aralashuv bo'lsa, xususiy sektorda motivatsiyani pasaytiradi. Hattoki monopoliyalar shakllanishini yuzaga keltirishi mumkin. Bunga misol qilib oddiygina mana olishimiz mumkin. O'zbekistonda birinchi marta ozodlikka erishgan paytimizda birinchi GM, ya'ni General Motors va undan oldin nima edi? Devo Motors edi. Devo Motors bilan shartnomalar asosida O'zbekistonda faqatgina Devo Motorsdan
avtomobillari ishlab chiqarilib, ana shu brend asosida sotilgan va bu o'z-o'zidan monopoliyani yuzaga keltirib qo'ygandi. Lekin hozirgi yillarga kelib bu ancha o'zgardi. Ya'ni O'zbekiston bozorida nafaqat o'sha General Motors'ni Chevrolet avtomobillari, undan tashqari hozirgi kunda kelib UzAvtoga aylandi. Hozir O'zbekistonda UzAvtoni avtomobillaridan tashqari Xitoydan kirib kelayotgan avtomobillar, Yevropadan kirib kelayotgan turli xil avtomobillar bozorga kirib keldi. Xo'p, uzoq muddatli inflyatsiyani keltirib chiqarish ehtimoli ham bor. Bozorni byurokratlashtirish bu korxonalarda boshqaruvda qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ko'plab davlatlar ikkala tizimni o'rtasini belgilab ishlatishadi. Zamonaviy ahamiyatga kelsak, bugungi kunda deyarli, hozir ta'kidlagandek, bugungi kunda deyarli barcha davlatlar aralash iqtisodiyot modeliga amal qiladi. Ya'ni davlat iqtisodiy siyosati orqali yo'naltiriladi, ya'ni fiskal va monetar instrumentlar bilan, to'g'rimi? Va bozor esa resurslarni taqsimlaydi. Bu degani ikkala tamoyil o'z o'rnida ishlayapti. Misol uchun COVID-19 pandemiya bo'ldi. Turli xil ishlab chiqarish korxonalari pandemiyaga qarshi kurash uchun o'z-o'zidan ishlab chiqarish jarayonini to'xtatib qo'yishga to'g'ri keldi. Shu paytda davlatlar nima qildi? Ko'plab miqdordagi yordam paketlari muhtoj joylarga yetkazildi. Ishlab chiqarish, qiynalgan ishlab chiqarishlarga yordam sifatida subsidiyalar, kamroq kreditlar, foizli kreditlar yo'lmasam turli xil ko'rinishdagi yordamlar ko'rsatildi. O'zbekiston hukumati ham 2020-yildan boshlab davlat xarajatlari orqali iqtisodiy tiklanishni qo'llab-quvvatlashni nima qilyapti? Oldinga suryapti. Ya'ni infratuzilmaga kichik biznes subsidiyalarini ajratyapti. Davlatning asosiy iqtisodiy funksiyalari huquqiy asoslar yaratish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, biznesni rag'batlantirish, davlatning xususiy sherikligi va ijtimoiy adolat va teng raqobatni tashkil qiladi. Xo'p, tahliliy qismiga kelsak, quyidagi savollar sizlarga o'zlaringiz ustingizda ishlash uchun, ya'ni nimalar davlat aralashuvi biznesga har doim foydalimi? Qanday hollarda davlatning ishtiroki biznesni sekinlashtiradi? O'zbekiston misolida davlat qo'llab-quvvatlash siyosatini qanday baholaysiz? O'z fikrlaringizni shakllantirib tayyor bo'linglar, chunki oraliq yakuniy imtihonlar aynan mana shu prezentatsiyalardagi ma'lumotlarga asoslanib tuziladi va shunga o'xshash savollar sizlarga berib qolishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.